Barabir Gentra minaman. Yo'q, Gentra'dan ko'ra Malibu ancha aqlliroq mashina. Assalomu alaykum aka. Mana unga tushuntiring, Malibuga yarasha puli bor-da, lekin Gentra olaman deyapti. Barabir men katta bola bo'lishim kerak, Gentra minaman-ki. Ha, nogiron miyalardan yuring aka, siz bilan hali ancha ishlaymiz shekilli. Akam o'zi nimaga Gentraga yopishib oldingiz? Chunki avtoartel Bo'ldi aka. O'tiring. Aka qarang, agar buni oladigan bo'lsangiz 0 dan 100 gacha naq 3 sekundda chiqadi. Gentra'ni olsangiz kun ishingizga kech qolasiz. Hay, barabir Gentraga Malibu rul bilan bar yarashadi-da. Aka, bu 204 motor 100 ga 12 ta rasot qiladi. Ana 05 nogiron motoringiz 19 ta rasot qiladi. Agar rasoti muhim emas, agar rasoti muhim bo'lganda elektromobil olib minardim. Baribir Gentra zo'r. Voy, buni bir narsa qilib qo'yaman hozirmi? Aka, qo'lingizda 30 ming plyus bor ekan. Hozir Gentra'ni olganingiz bilan 16 ming, 17 ming, 7-8 ming ichiga tiqishingiz kerakmi? Gentra'ni olganingizdan keyin shu Malibu bar bilan Malibu rulni qo'yasizmi? Qo'yaman, baribir Gentra zo'r-da. Nima Gentra olmoqchisiz o'zi? Qarang, birinchidan Gentra takoy ideal mashina-da. Kurgoy tangrovchan 100 talik uramanda, oybaga tushib kofeni ichib, oqib yuraman. Aka, menda og'ayingizni olyapsiz, bir narsa qilib qo'yaman.